Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan oddiy qishloq sharoitida 10 tacha biznes turlari haqida gaplashamiz. Biz mana 10 sotix joyda ko'plab biznes turlarini yaratib ochib qo'yganmiz. Bulardan bittasi mana mol. Molxonani zamonaviy usulda qurib 5 tacha mol boqyapmiz. Moldan qancha foyda keladi deganlar uchun biz 2025-yil yozda ikkita buqani sotdik. Uni 2024-yil kuz oylarida olgandik. Jami bittasini 18 millionga sotdik. O'zi 8 millionga olgandik. Yemini hisobga olganda 10 million sof foyda agarda 8 million yem yegan bo'lgan taqdirda ham. Yana bittasini esa 32 millionga sotdik va mana shu ikkita molni oldik, ona bola. Buni yangi tug'ilgan paytda olgandik. Mana ancha ulg'aydi bu ham. Sig'ir va buqacha. Buni 2024-yil olgandik. Bu ham ancha katta bo'lib mana yetildi. Buni asosan nasl olish uchun boqyapmiz. Chunki bu ko'proq limuzin porodaga o'xshab ketadi. Bularni ham yangi oldik. Bular hali 5-6 oylik. Agarda video foydali bo'ladigan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, like bosib, shunday biznes turlarini qilmoqchi bo'lganlarga ham yuborib qo'ying. Biz esa videoga olishni davom etamiz. Biz faqat mol boqmaymiz. Mana bu yerda issiqxona ham bor. Issiqxona 2 sotix joyga qurilgan. Bundan ham anchagina foyda qilsa bo'ladi. Bir mavsumda, ya'ni bir bodring ekib 5-10 milliongacha bemalol daromad qilsa bo'ladi. Bodringning bozor narxiga qarab. Faqat bodring ekmaymiz unga. Qish oyi, masalan, hozir ismaloq ekib qo'yganmiz. Hozir fevral oyi. Bu ismaloqdan qancha foyda keldi desangiz, bundan ham bemalol 3-4 million foyda qilsa bo'ladi. Kilogrammi 20-15 mingdan sotib. Undan tashqari mana ko'rib turganingizdek uncha tovuqlar ham bor. Tovuqlar bu 30 tacha bor. Kuniga 10-15 tasi tuxum tug'adi. Tovuq sotib ham, tuxum sotib ham anchagina foyda qilsak bo'ladi. Undan tashqari bu yerga mana bu ustini bostirib qo'yganmiz. Hozir bu qatorida uzum, bunisida anor, mana bu yerda bostirib qo'yganimizda esa anjir. Undan tashqari bu yerda mevali daraxtlar ham bor. Olma, o'rik, nok kabi daraxtlar bor. Bu yerda ham uzum. Mana bu yerga tovuqxona qurganmiz. Mana tovuqlar. Undan tashqari biz yoz oyi sholi ekib ham anchagina foyda qildik. Sholini yerini 3 gektar yerni ijaraga oldik va mana bu yerda ko'rib turgan mana shu somon. Undan tashqari bu yerdagi somon. Undan tashqari mana bu yerdagi somon va buning ichkarisida ham bor yana. Jami 350 tacha kips, ya'ni press somon oldik. Undan ham anchagina yaxshigina foyda qildik. Bu yerda esa yana bitta biznes turi. Hozir bu qish oyi bo'lgani uchun buning ustiga mana shunday o'tinlarni, somonlarni bosib qo'yganmiz. Buni tagida nima bor deganlar uchun bu biogomus, ya'ni chuvalchang biznesi. Chuvalchangdan ham anchagina foyda qilsa bo'ladi. Bu chuvalchangni issiqxona uchun ishlatamiz. Faqat bular emas, yana bittasi eng qiziq joyi, oddiy shu hovlida yana biz baliq ham yetishtiramiz.
oddiy intensiv usulda plyonka orqali mana baliq hovuz qurib qo'yganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu nima o'rilgan desangiz, bu oddiygina tuproq. Buni xaltaga solib, qoplab, qoplarni ustma-ust qo'yib devor qilganmiz. Chuqurligi 1 metrcha bor. Bunda qanaqa baliq bor deganlar uchun bu zog'ora baliq. Zog'ora baliqni intensiv usulda yetishtirish jarayoni. Va mana bu yerda ham kichkina mana shunday hovuzcha bor edi. Buni hozir buzib tashladik, chunki bu yoz oyi ishlatdik. Bunda nima boqdik deganlar uchun bunda ilon baliq boqdik. Ilon baliqdan ham anchagina foyda qilib oldik. Hozir sizlarga issiqxonani ko'rsataman. Issiqxonaga qaysi oylarda nimalar ekishni ham aytib o'taman. Issiqxonaga kuz oyi sentyabrdan oktyabr oyiga qadar ismaloq urug'ini ekdik. Mana ko'rib turganingizdek, hozir fevral oyigacha anchagina foyda qildik. Ismaloqni terib, sotib, bu yerga pechka qilganmiz. Bu faqat ko'mir, o'tin va hokazo shunday narsalarda yonadi. Bunga hech qanday gaz kerak emas. Undan tashqari hidsiz. Bu pechka issiqlikni to'g'ridan to'g'ri olovni, tutunni tashqariga chiqarib yuboradi. Shuning natijasida bu trubalar qizib, bu yerni ham qizdiradi. Bu yerga esa biz yaqinda bodring urug'larini ekib, mana stakanlarga ham o'tkazib oldik. Bular anchagina o'sib qoldi mana. Bular bir kun keyin ekilgan. Bular esa bir kun oldin ekilgan. Mana. Anchagina o'sib qoldi. Bodringni biz hozir fevral oyi urug'ini ekdik. Endi bu ismaloqni terib bo'lib, sotib foydasini qilgan so'ng mart oyiga qadar, ya'ni mart oyiga qadar bu yerni buzamiz. Ya'ni ismaloqni terib olib, yerni tekislab, mart oyida bu ko'chatlar ham ancha katta o'sib qoladi. Xullas o'sgach yerga o'tkazib ekamiz. Undan ham anchagina foyda qilsak bo'ladi. Bu yerda yana ko'plab narsalar ekib qo'yganmiz. Bu yerga mana limon ko'chatini ekkanmiz. Bular bittasi parvarish yaxshi bo'lmaganligi uchun qurib qoldi. Bu hali endi gul chiqarishni boshladi, ya'ni gullayapti mana. Mana gullari. Bu yerda yana hovuz qilganmiz. Buning ichida ham baliq bor. Hozir videoda yaxshi ko'rinmayapti. Bu hovuz nimaga deganlar uchun, bu hovuzdan mana shunday nasosda torttirib bodringlarni sug'orish uchun. Bodringlarni bu hovuzdan sug'orishimizning sababi, birinchi sababi bu quyosh nurlaridan to'yinib, D vitamini bilan bodringlarni ta'minlaydi va ular uchun kattagina foyda bo'ladi. Shuning uchun bu yerda qo'yganmiz. Va yana bitta sababi, buning ichida baliqlar bor. Ular ham anchagina katta bo'lib qoladi va foyda beradi. Bu yerda esa piyoz ekib qo'yganmiz. Bundan ham anchagina foyda qilsa bo'ladi. Xullas, bizda biznes turlari juda ko'p. Aytganimdek, uzum, anjir, meva, boshqa meva, sabzavotlar va hokazolar va tovuq, mol va shu kabi biznes turlari juda ko'p. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Bundan da qiziqarli videolar oldinda videoni boshqalarga ham
ulashib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.